Ma'lumki har yili 5-iyun Butunjahon atrof muhitni muhofaza qilish sanasi kuni bayrami sifatida nishonlanadi, bayram qilinadi va shu munosabat bilan butun mamlakatimiz, jahondagi boshqa davlatlarda, shu jumladan fakultetimiz va kafedramizda har yili mana shu sana alohida bayram sifatida nishonlanadi, o'tkaziladi va agar ta'bir joiz bo'lsa, shu davrda qilinadigan ishlarga sarhisob qilib, demak, hisobot tariqasida, yakun tariqasida muloqotlar o'tkaziladi. Endi bu sana 1972-yilda Shvetsiya poytaxti Stokgolmda o'tkazilgan alohida Birlashgan Millatlar Tashkilotining rezolyutsiyasi orqali qabul qilingan va 1974-yildan boshlab bu butun jahon miqyosida davlatlar o'rtasida demak har yili o'tkaziladi. Demak, keyingi bir asr mobaynida ekologik muammolar ko'lami nihoyatda kengaydi. Qator demak aytaylik umumjahon muammolar yuzaga keldi. Nafaqat aytaylik masalan butun jahon miqyosida, balki mintaqalar miqyosida va hattoki demak ma'lum bir joylarda qator muammolar yuzaga keldiki, shuning uchun mana bu tadbirlar aynan mana shunga qaratilgan. Endi ma'lumotlarga murojaat qiladigan bo'lsak, demak keyingi paytda olimlarning hisob-kitoblariga qaraganda havoning buzilishi, suvning ifloslanishi, atrof muhitning darz ketishi, qator demak aytaylik o'sha sug'oriladigan yerlarning izdan chiqishi, eroziyaning kuchayishi, sho'rlanish kabi jarayonlar va bunga yana cho'llanishdan qo'shadigan bo'lsak, bular qator demak aytaylik muammolarni ham olib kelyapti. Ma'lumotlarga qaraganda, masalan har yili 5.7 million gektar demak o'rmonlar u yoki bu darajada kamaymoqda va yo'q qilinmoqda. Bundan tashqari oqar suvlarimizning ahvoli ham yaxshi emas. Oqar suvlarimizni deyarli 80% ishlanadi-yu, qayta ishlanadi, lekin tozalashga demak aytaylik imkon bo'lmaydi. Shuning uchun bularning ichimlik suvining demak 80%ni u yoki bu darajada zararlash oqibatlari yuzaga kelyapti. Bundan tashqari masalan mana aytaylik havoning ifloslanishi ham eng dolzarb muammolardan bo'lib hisoblanadi. Keyingi vaqtida butun jahon miqyosida masalan havoning ifloslanishi oqibatida 5,5 million aholi aziyat chekadi. Demak, bashoratlarga qaraganda bu 2050-yillarga borib yana ko'payadi va 6 million kishi bundan aziyat chekishi mumkin. Bunday misollarni ko'plab keltirishimiz mumkin. Demak, bundan saboq xulosa shuki, ekologik muammolar eng dolzarb masalaga aylanishi bilan birgalikda ularni bartaraf etish choralari ko'rilyapti. Bugun butun dunyo tabiatni muhofaza qilish xalqaro bayrami munosabati bilan bizni universitetimizda, fakultetimizda, geografiya va ekologiya fakultetida, ya'ni shu kunga bag'ishlanib tadbirlar o'tkazildi. Bu tadbirlarda asosan bizning maqsadimiz, ya'ni tabiatni asrash, avaylash, endi ya'ni ekologik madaniyatni oshirishdan iborat. Shu munosabati bilan bu yerda bo'lgan tadbirimizda ekologik partiyasi, bu yerda Flamingo gruppasi bizni fakultetdagi, undan keyin talabalar qatnashdi. Bu munosabat bilan bizni fakultetning tabiatni muhofaza qilish jonkuyarlari bo'lgan bir nechta talabalarimiz, ya'ni qo'mita tomonidan, o'zimizni Samarqand davlat universiteti rahbariyati tomonidan va fakultetimiz dekanati tomonidan o'sha jonkuyarlarga, ya'ni 1-, 2-, 4-kurs talabalariga ya'ni faxriy yorliqlar va boshqa mukofotlar taqdim etildi. Endi asosiy maqsadimiz tabiatni ya'ni asrashga qaratilgan edi.